Hozirgi ko'pchilik ziyoratchilarimizning talablari ko'p edi. Masalan, birinchi talablari ziyoratga ketayotganimizga 50 boshlar o'zlari olib borib, o'zlari kuzatib qo'yadimi degan savolni bugun Jalaquduq filialida azizlar avgust oyidan boshlab Xudo xohlasa Abdunabi hoji akamiz bilan birgalashib barcha ziyoratchilarimizni umraga birgalashib olib borib va birgalashib olib kelishni yo'lga qo'ydik. Azizlar, Safo Marva Jalaquduq filialida eng ulkan yangilik desak bo'ladi. Bugundan Xudo xohlasa avgust oyidan boshlab mana sizga 50 boshi Xudo xolasa o'zlari chiroyli qilib aeroportdan Andijon, Madina Andijon uchadilar, birgalashib olib kelishni yo'lga qo'ydik. Bizni kuzatishda davom eting va qolgan so'zlarni hoji akam to'ldirib o'tadi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Albatta shu ukamiz hozir Nodirbek gapirib o'tgandek, endilikda shu ziyoratchilarga yaxshi sharoitlar yaratish maqsadida menga shu vazifani hozir yuklab turishdi. Bundan avvalo Allohga hamd aytib, shu go'zal ikki tabarruk yurt Madina Munawvara va Makka mukarrama shaharlarida sizlar bilan birga ziyoratlarni a'lo darajada, yuksak darajada qilib, yana ona yurtimizga salomat qaytish niyatida shu ishni boshlab turibmiz. Avvalo shu Safo Marva boshchiligida turgan rahbariyatga va hammalariga rahmatlar aytib, shu avgust oyida rejalashtirib turgan umra ziyoratlarini birga qilishni hammalaringizni so'rab taklif qilib qolamiz. Murojaat uchun shu Nodirbek ukamizga Jalaquduq filialiga murojaat qilishingiz mumkin. Hoji aka, avvalambor bizni iltimosimizni qanoatlantirganingiz uchun sizga katta rahmat. Iltimos bilan hoji akamga murojaat qilgandik. Albatta Safo Marva bilan bo'ladigan bo'lsa, men umra ziyoratini doimiy ziyoratga borib kelguvchi volidai buzlikvorlarimizni olib kelaman degan maqsad bilan bugun sizning huzuringizda azizlar pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Safo Marva Jalaquduq filiali siz bilan birga umra qiladi.